39 mingga tayyor remontli xonadon chiqqan ekan. Hozir orientirini aytaman. Mana bu Abuzar 5 barmoq ko'rasizlar. Hamma biladi, bu Yangi Hayot tumani Toshkent mahallasida joylashgan ekan. Bu xonadonni men hozir ko'rdim. Peridelka qilsangiz bo'lar ekan. Xonaga o'zgartirsangiz bo'lar ekan. Bu novostroyga pasvalat qilsa bo'ladi o'sha narsani. Hozir tushuntirib beraman. Men fikrimcha, bu yog'imiz mana 40 kilovrishimiz bo'lyapti. To'g'rimi? Men endi xonani eshigini ochib qo'yibman. Bu yog'iga o'tganimizda oshxonamiz bo'lyapti, to'g'rimi? Kuxni mebel yasatib qo'yilgan, boshqa qilib qo'yilgan. Lekin bu narsani sal boshqacharoq qilsa ham bo'ladi. Men fikrim bo'yicha qaranglar. Mana bunimiz nima deyapti? Bu tig'ish. Ishlar lekin biz to'g'rilasa bo'ladi. Qolasangiz ochuv joy qoldirib, studiyniy variant qilib qo'ysangiz bo'ladi. Yukida qaranglar, mana 40 kilovrish bo'lsa, mana shu joyi o'zini qoldirib, mana bu studiya qilib qo'ysangiz, mana bu kuxni mebelni yasatsangiz-chi, nima deb o'ylaysiz? Fikringizni izohlarda qoldiring. Bu yoqda esa Ma'batimizda sanuzillar bo'lyapti. Yana sanuzilimiz. Xullas, men aytayotgan narsa, mana bu kuxnining qo'li, mana bu televizorni qo'yib, mana bu bitta xona lishni qilib qo'ysangiz bo'ladi. Xohlasangiz zevoli qoldiring, xohlasangiz olib tashlang. Tushunasizmi? Buni olib tashlamasdan kuxnyani bu yoqqa chiqaradigan bo'lsangiz, o'sha polnoценный studiyniy xonali bo'lar ekan. Umumiy maydoni 37 kvadrat metr tashkil qiluvchi ayni shu bir xonali xonadonimizning narxi 39 ming. Manzil bo'lsa, hozir aytib o'tganimdek, shunday mana Abuzar ko'rinib turibdi. Ko'rasizlarmi? E'tibor uchun rahmat.